Birpasda tayyor bo'lib, ortiqcha vaqtingizni ham, kuchingizni ham olmaydigan, eng asosiysi mazasi og'zingizda qoladigan ajoyib shirinlik retsepti. Assalomu alaykum. Shu go'zallikni tayyorlashga atigi 30 daqiqa vaqtim ketdi desam ishonasizmi? Bismillah deb ishimizni 250 gramm margarin yoki sariyog'ni un bilan urmoqlab olishdan boshlaymiz. Birin-ketin bir chimdim tuz, 1 choy qoshiq razrixitser, 2 dona tuxum va 200 gramm shakar. Barchasini yaxshilab aralashtirib, yumshoq xamir qilib olamiz. Pergament qog'oz to'shalgan qolipimizga xamirimizni yoyib, 25-30 daqiqa duxovkamizda pishirib olamiz. Uchun tvorog, qaymoq, quyultirilgan sut va shakar yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremaga esa 500 gramm qaymoq va 200 ml quyultirilgan sut yaxshilab mikserda ko'pirtiramiz. Xamirimiz pishib chiqqandan so'ng, xuddi videoda ko'rsatilgandek, birinchi tvorogli massamizni so'ng ustidan kremimizni surib, va strujkalarni ayamasdan sepib olamiz. Xohishingizga ko'ra meva bilan bezatishingiz mumkin. Men buning uchun qulupnaydan foydalandim. Bezatmasdan ham tortiq qilsangiz, juda ham mazali dasturxoningiz ko'rki bo'ladi. Ko'zingizni ayratsin, ishtahangizni o'ynatsin.